Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda barcha texnikalarimiz optim narxlarida. Manzilimiz Yakkabog' Perkuruskadan Sharsabzga 3,5 km yurishda o'ng qo'lda, Sharsabzdan kelishda 5 kaltak metandan 1,5 km yurganda chap qo'lda. Arentrimiz Mevazor ixtisoslashtirilgan Prezident maktab yonida. Xo'p, bizda barcha texnikalardan bor, narxlari arzon va sifatlisidan. Xo'p, yana bitta 1105 mini traktorimizni jatkasi bilan birga ustunovka qilib qo'ydik. Xudo xolasa klientimizga topshirish arafasida turibmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jatkamiz 7,500,000 so'm, mini traktorimiz 1105imiz 32 million so'mdan. Hop. Ana ustunovka qilib, xudo xolasa hozir klientimiz shlenkasini olib kelsa, bir yo'la ustunovka qilib, video syomka qilib tashlab qo'yamiz. Like'larni bosib ayamanglar, yangi tomosha qilayotganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi videolarini o'tkazib yubormaslik uchun. Bunisi tayyor, xudo xolasa ikkinchisi ham mana bu yoqda ichkarida skalatimizda jatka ustunovkasiga tayyor. Mana jatka ustunovkasi tayyor, xudo xolasa buni ham jatkani qo'yib taxlab qo'yamiz. Xo'p, Yusuf Moto do'konida sifatli va arzon texnikalar xarid qilasiz. Sifatda adashmang va arentrda adashmang. Yana bitta 1105imizda bunga jatka ustunovka bo'lmaydi, o'zi shu holatda klientimizga topshiriladi. Komplektida frezasi, 2 korpus plugi bo'ladi. Ranglaridan xo'p, qizil, mandarin rang qora rangidan bor, ko'k ham bor. Ko'rasizlar, 4 xil variantda ranglaridan bor.